Mayli ukam o'ylama. Ertaga pul qo'lingda bo'ladi. Rahmat aka. Aka, shu siz oldingizga bir zarur ish bilan keldim. Tinchlikmi? Mashinamni urib oldim. Ya? Endi urib olgan mashinamni ham, o'zimnikini ham tuzatib berishim kerak. Shunga qarz berib tursiz. Onam eshitsalar, yuraklari siqiladi deb ularga aytmadim. To'g'ri qilibsan. Oyimlarga aytmasdan. Mayli ukam o'ylama. Ertaga pul qo'lingda bo'ladi. Rahmat aka. Boringizga shukr. Dasturxonga qara. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan Abduqodir? Rahmat aka. Assalomu alaykum keling, yaxshimisiz? Bekatda nima qilib tursizlar? Uyga ketyapmiz. Mashinangiz qani? Mashina ustida ukam. 3-4 kunda chiqadi, xudo xolisa. Bunaqa bo'lsa, yuringlar aka, men o'zim tashib qo'yaman. Ya, Abduqodir, sen ishingni qil. Hozir 5 minutda yetib olamiz. Faqat ukam oyimlarga yetma. Bizani bekatda ko'rganing. Ishingdan qolma, ishlaringni bitirib, biz nima, men bir qadam yetib olamiz. Bu nima deganingiz aka? Ish qochmaydi. Yuring aka, yuring. Yo'q demang, uyingizga tashab qo'yaman. Yuring, chiqinglar mashina. Qo'yaversang bo'lardi, o'zingiz yetib olardi. Keling. Alo. Ha, o'rtoq, yaxshimisan? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Ha, rahmat. Senga bir gap aytgan telefon qotdim. Akalarga rahmat deb qo'y. Kecha sotib ketgan mashinalarni ana maza qilib duo qilib haydayotdilar. Akamning mashinalari ustida-yu. Qanaqa ustada? Kecha olib kelib pul zarar bo'lib qoldi, arzonga sotib ketdilar-yu. Shunga rahmat deb qo'ygandim, telefon qotdim. Shunaqa degin. Mayli, xo'p. Xo'p. Akajon, mana deb mashinangizni sotibsiz-a. Xudo xolisa o'zingizning mashinangizdan ham zo'rini olib beraman.